mansabdan voz kechishlik. Mansabingiz bor, martabangiz bor. Ana shu mansabingiz tufayli jamiyatda hurmatingiz boshqalardagidan ko'ra ko'proq. Endi shunday mansabdor bo'lib turgan holingizda shunday bir holga duch keldingizki, agar Allohni rozi qilaman desangiz, mansabdan ketishga to'g'ri keladi. Yo mansab, yo Allohning roziligi. Albatta bu qiyin tanlov. Siz bilan bizda unaqa mansab, kursi bo'lmaganligi uchun biz buni bilmaymiz nimaligini. Endi o'sha mansabda kursida o'tirganlar biladi buni qanchalar qiyinligini. Tarix qaraydigan bo'lsak nimaga guvoh bo'lamiz? Masalan, o'sha bir katta podshohlarga ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning risolati yetib borgan. Lekin hammasi qabul qilmagan ularni. Nima uchun? Agar payg'ambarning risolatini qabul qilsa, musulmon bo'lsa, kofir bo'lgan qavmlari uni u podshohlikda qoldirmas edi. Iymonga kelsa, ana shu kursisidan, tojidan, taxtidan, mansabidan ajrab qolishi mumkin. Shuning uchun haqdan yuz o'girishgan. Endi bir inson haq turganda, Allohning rizoligi turganda, Allohning roziligini tanlab, o'zini mansabidan voz kechgan bo'lsa, bu odam o'zining mansabida al-jud amalini qilgan bo'ladi.